Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari uchun Jizzax sanatoriyasida Jizzax shahar madaniyat bo'limining Boburxon va Sangzor havaskorlik jamoalarining hisobot konserti madaniy ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tdi. Hozirgi lavha shu haqda. Tadbir doirasida Jizzax shahar madaniyat bo'limining 1-son madaniyat markazi qoshida faoliyat yurituvchi Sangzor estrada xalq havaskorlik jamoasi hamda 2-son Yangi O'zbekiston madaniyat markazi huzurida tuzilgan Boburxon milliy cholg'ulari xalq havaskorlik jamoasi o'zlarining hisobot konserti dasturlarini namoyish etdilar. Tadbir yuksak ko'tarinkilikda o'tdi. Boburxon jamoasining chiqishlari sanatoriyada dam olayotgan yurtdoshlarimiz uchun haqiqiy madaniy hordiq bag'ishladi. Boburxon milliy cholg'ulari va Sangzor estrada havaskorlik jamoalari tomonidan namoyish etilgan dasturlar nafaqat musiqiy zavq ulashdi, balki vatanga muhabbat, mehr-oqibat va yuksak insoniy qadriyatlarni targ'ib qilindi. Madaniyat xodimlari kelib, mana konsert beryapti, kayfiyatlarimiz yaxshi, mana o'yin kulgu bo'lyapti. Prezidentimizga rahmat, shuncha sharoitlar yaratib berganiga, madaniyat xodimlariga, konsert qilib berganlarga hammasiga rahmat. Shu kuni Sangzor estrada jamoasi tomonidan vatanga bo'lgan muhabbatni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar ham ijro etildi. Ushbu qo'shiqlar orqali nuroniylarga bayramona kayfiyat ulashildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa jamoa xonandalaridan birining kuylagan sho'x va insoniy ruhlantiruvchi qo'shiqlari barcha mehmonlarni raqsga chorlab yubordi. Bir so'z bilan aytganda ushbu tadbir nafaqat badiiy chiqishlar, balki insoniy qadriyatlar, ehtirom va mehr-oqibat ruhi bilan ham yodda qoldi. Mazkur hisobot konsert orqali san'atning xalq bilan bog'lovchi kuchi yana bir bor namoyon bo'ldi. Eng muhimi nuroniylarga berilgan e'tibor va ularning ko'nglini ko'tarishdek insonparvar g'oya tadbir doirasida o'z aksini topdi. Bunday tadbirlar jamoada mehr-oqibat, birdamlik va madaniy yuksalishga xizmat qiladi.